azob tortib og'riyman. Uyqularim yo'q, boshlarim qattiq og'riydi, qo'rquv bor. Orqamdan xuddi birov yurgandek bo'ladi. Halovat yo'q. Endi bu og'ir bir kasallikni boshimdan o'tkazdim. Buni o'zimni juda ham yaxshi his qildim. Yaxshiman hozir. Agarda sizlar ham hasadlardan, yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan, baxshilarning yomonligidan azob tortayotgan bo'lsanglar, sizlar ham kelinglar. Bu yerlarda juda ham ilmi kuchli, islomiy, juda ham yaxshi qaraydirgan ilmli qori yigitlar bor ekan. Bulardan Alloh rozi bo'lsin. Men juda ham roziman. Men yaxshi bo'lib qolganligim uchun sizlarda ham shunaqa azob tortganlarda sizlarda ham kelinglar. Menga ishonmasanglar o'zinglar